Assalomu alaykum. Hurmatli No'xat Xorij Motor kanalining qatnashchilari jana mening подписчикlerim. Bugungi kunga 23-sentyabr kunga juma kuningiz muborak bo'lsin. Hech qachon sog'liq bo'l bo'lsin. Hozirgi kundagi valyutalar kurslari bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Bugungi juma kunidagi valyutalar kurslari bilan tanishtirib ketsak, bankda ko'rsatishni bo'lsa, bugungi juma bayramingizlar muborak bo'lsin. Baringizlar o'lkangiz tinch bo'lsin. Assalomu alaykum. Bugun rubl ko'tarilib qoldi, tug'anlar. Dollar bilan yevro birda ekan, rubl bo'lsa 1 so'm 34 tiyin ekan. Boqay bankdach. Hurmatli tug'anlar, kelik bu yerda rubl ko'tarilib qolibdi, 13 so'm 1 so'm 34,5 tiyin ekan rubl. Rubl ko'tarilib qolibdi tug'anlar. Dolar 82.70, euro 82.00, dolar 1 so'm 34,5 tiyin ekan. Azca bankda shunday bo'ldi. Roskredit bankdan ko'tarib qolibdi tug'anlar. 81.50 dollar, 81.50 euro, 1 so'm 34,5 tiyin, 1 so'm 34,5 tiyin rubl ekan. Roskredit bankda da shunday ekan. Hozir Qirg'iziston bankda qancha ekan shu yerda ko'rishamiz. Roskredit bankda Qirg'iziston bankda 81.00 dollar, 81 so'm 10 tiyin, euro 1 so'm 43, 1 so'm 34 tiyin rubl ekan, 1 so'm 34 43 tiyin ekan. Hurmatli ona biz Islom banka keldik. Islom bankda 80 so'm 80 tiyin dollar, 81 so'm 81.00 euro, 1 so'm 34 tiyin rubl ekan. Hozir biz nimaga boramiz? Finans kredit bank boramiz, qancha ekan o'lchadan ko'ramiz. Finka banka keldik. Finka bankda 82.60 dollar, 81.30 euro, 1 so'm 34 tiyin, 1 so'm 34 tiyin rubl ekan. Hurmatli tug'anlar, bugungi shu juma kungi kursingiz No'xatda shunday bo'ldi. Juma namozlari qabul bo'lsin. Ko'rishga tinch bo'lsa, biz sizlar bilan qo'shilib qo'yamiz. Alloh nasib qilsa ko'rishamiz. Bugun dollar, rubl ko'tarilib qoldi tug'anlar. Alloh o'zi qo'llasin, bizlar juma namozlari qabul bo'lsin. Hech qachon urush bo'lmasin. Zamonimiz tinch bo'lsin. Vardingiz tinch bo'lsa, juma namozlari qabul bo'lsin. No'xat Xorij Motor sizlar bilan qo'shilib qo'yamiz. Vaqtincha Allohga qo'shib ko'rishga tinch bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh demoqchiman.